Katta oilalar uchun mo'ljallangan Leapmotor C16 avtomobilini YouTube kanalimizda to'liq obzor qildik. Xo'sh, savol bo'lishi mumkin. Leapmotor avtomobili 2 yildan beri O'zbekistonga import qilinadi. Nimasini obzor qilding deyishingiz mumkin. 2026-yilda bu avtomobil restyling bo'ldi, ya'ni o'zgarishlar bo'ldi. Shuningdek, bu avtomobilni Dongfeng 008 avtomobiliga raqobatdosh hisoblanadi. Va ikkita avtomobilni bir-biriga solishtirib berganmiz. YouTube kanalimizga o'tishingiz mumkin. Shapka profilimizda silkalarni qoldirganmiz. Leapmotors.uz avtosalonida Texnopark korxonasining to'g'risida joylashgan Yashnobodda bu avtomobillarni C16 avtomobilini ikkita pozitsiyada, ya'ni 360 millionlik pozitsiyasi va 400 millionlik pozitsiyasi bor. Dongfeng 008 avtomobilini esa 395 million narxda kelib, bemalol o'z ko'zingiz bilan ko'rib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi yoki YouTube kanalimizga o'ting va barcha ma'lumotlarga ega bo'ling.